Muslimalarim, assalomu alaykum, xayrli kun hammalarga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi harakatlar bilan? Qadimiy bayram, menimcha ko'pchilikda bayram oldi tayyorgarliklar bo'lsa kerak. Qizlarjonlar, inshaalloh kelayotgan 2026-yilimiz hammamizga barakali, savobli amallarga to'la bo'lib kelsin. Inshaalloh mana shu 2026-yilda nimaki niyat qilgan bo'lsak, hamma niyatlarimizga erishish nasib qilsin. Muslimalarim, hozir men sizlarga shunaqa zo'r yangilik aytaman. Hozirgi paytda bolajonlarimizni hadimi qishki kanikulga chiqishadi va farzandinglarni vaqtini juda ham maroqli o'tkazishinglar uchun, hattoki o'zinglarni vaqtinglarni mazmunli, manfaatli, savobli qilib o'tkazishni xohlaysizlarmi? Men sizlarga arab tili kursini maslahat bergan bo'lardim. Qish payti unaqa ko'p ishlagan bo'lmaydi. Ko'p ayollarimiz ozgina